Barchalaringizga assalomu alaykum. Biz Markaz savdo majmuasiga keldik. Har doimgidek bir joyda kelib reklama qilamiz. Xuddi bir lekin zo'r magazin ekan-u, deb maqtaganimiz bilan o'zi magazin bo'lgan ekan shuda. Nima deysizlar? Har doimgidek. Qani ketdik. Tak, qo'limdagi ko'rib turadigan narsa PlayStation va Bluetooth'li bor ochki. Buni boshidan to'g'risi bularga aytmaymiz. Hozir aytsak, sovg'aligini qanday qilishini uni oxirroqda aytamiz. Bizni ABM do'konimizda, 11-do'konimizda har xil turdagi telefonlar, maishiy texnikalar bor. Bizda Texno telefonlari, Redmi telefonlari, hattoki Redmi knopka yarim sensori internetlarga kiradi. Instagram, Telegram kamerasi yo'q. Zavoddagilarga juda ma'qul keladi. Bundan tashqari iPhone'larimiz bor, Samsung S'larimiz bor, Infinix telefonlarimiz bor, Honor, Vivo, xullas barcha turdagi telefonlarimiz bor. Bundan tashqari aksessuarlarimiz bor, naushniklarimiz bor, smartwatch, yosh bolalarga smartwatch qulaylik taraflari ham bor. Qo'ysangiz SIM karta bemalol bolangizni kuzatib tursangiz ham bo'ladi. Buni ham unutmang. Asosiysi faqat plastik va pasport 3 oydan 24 oygacha. Endi esa navbatdagi orqaga qaytamiz. Eslar sarflandi chiqib ketishiga notebooklarimiz ham bor. Printergacha. Undan ham bemalol kelib olsangiz bo'ladi. Endi aytmoqchi bo'lganim, endi ochkimizga qaytamiz. Ochki Bluetooth'li kolonkalari bor. Siz taqqaningizda bemalol qo'shiq eshitib yoki gaplashsangiz ham bo'ladi, bemalol. Qanaqa desangiz, bu oddiy holatda kelsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi masalamiz PlayStation bemalol 200 tagacha o'yini bor, o'ynasangiz ham bo'ladi. Bu sovg'a. Sovg'a qanaqa tarzda? Bizning Instagram kanalimizga birinchi 500 ta qo'shib bergan odamga PlayStation beriladi. 300 ta odam qo'shib bergani uchun esa umriy ochki beriladi. Kutib qolamiz.